Surxondaryo viloyatida o'quvchi qizlar o'rtasida futbol bo'yicha ilk bor tashkil etilgan Maktabgacha va Maktab ta'limi vaziri kubogi musobaqasining viloyat bosqichi yakunlandi. Mazkur musobaqa qizlar o'rtasida sportni ommalashtirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish hamda iqtidorli sportchilarni kashf etishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Sherobod tumanida viloyatning barcha tuman va shaharlardan saralangan eng kuchli jamoalar o'rtasida kechgan bellashuvlar murosasiz va qizg'in ruhda o'tdi. Maydonda nafaqat kuch va tezlik, balki jamoaviy hamjihatlik, o'zaro ishonch va g'alabaga bo'lgan ishtiyoq sinovdan o'tdi. Futbol dunyoda eng ommaviy sport turlaridan biri. U insondan chidam, iroda, tezkor qaror qabul qilish va jamoaviy harakatni talab etadi. Quvonarlisi, bugun qizlar ham ushbu sport turida faol ishtirok etib, o'z mahorati va imkoniyatlarini namoyon etmoqda. Musobaqa juda qiziqarli o'tdi. Biz Qumqo'rg'on tumanida ham 84 ta maktab ichida birinchilikni olib keldik. Viloyat bosqichida ham birinchi o'rinda oldik. Qumqo'rg'onda ham oson bo'lmadi o'yinlar. Juda qiziqarli va mazmunli o'tdi. Respublikada ham biz birinchi o'rinda olib, kubokni Surxondaryo viloyatida olib qolishni maqsad qildik. Yakuniy natijalarga ko'ra Qumqo'rg'on tumanining 42-sonli maktab jamoasi birinchi o'rinda, Boysun tumanining 30-sonli maktab jamoasi ikkinchi o'rinda, Termiz shahrining 7-sonli maktab jamoasi esa 3-o'rinni qo'lga kiritdi. Birinchi va ikkinchi o'rin sohibi bo'lgan jamoalar musobaqaning respublika bosqichida Surxondaryo viloyati sharafini himoya qiladi. Bugun futbol maydonida faol to'p surgan qizlar ertangi kunga nafaqat sport sohasida, balki hayotning turli jabhalarida ham faol, jasur va irodali shaxs sifatida shakllanadi. Vazir kubogi musobaqasi esa ularning orzulariga qanot bag'ishlayotgan muhim sport maydoniga aylanmoqda.